أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Qadrli qarindoshlar, biz hammamizga ma'lum bo'lgandek, bir insonning Alloh subhanahu va taolaning mavjud ekanligiga, Allohning bor ekanligiga iymon etdim degani, ya'ni bu insonning hech bir ish qilmagan bilan barobar. Allohga iymon etdim, Allohning bor ekanligini bildim degan gap, ya'ni sen Alloh subhanahu va taolaga nisbatan hech bir ish, hech bir qadam bosmading degan gap. Chunki shayton bütün kufr, bütün nejislikning ra'si bo'lgan, eng beshi bo'lgan shayton chig'ida Qur'oni Karimda Alloh uning natchilagan yerda bir yerda Robbi deb tilg'agan bo'lsa, yana bir yerda fabi izzatik, Robbim, fabi izzatik, sening izzating bilan qasam qilamanki deb shaytonning tili orqali, ya'ni shayton Alloh subhanahu va taolaning bor ekanligini biladi. Buningga iymon etgan, Allah'ın aziz, kudretlik Allah subhanahu wa ta'ala, g'olib Allah ekanligiga iymon etgan. Lekin yetdimi? Yetmedi. Yani shaytonning shu iboratining o'zilam Allah subhanahu wa ta'alaga iymon etadiganlikka chiqadi bu yerda. Ammo shunday turib u kufrning beshi. Shunlashqa bir mu'minning Allah subhanahu wa ta'alaning faqatli bor ekanligi, Allah'ның mavjud ekanligiga iymon etish bilan kifoyalanib qolishi hargiz to'g'ri emas. Onun güzel isimlerini düşünmezsin. Onun rububiyetini, Allah'ın Rab ekanligini düşünmezsin. Allah'ın ilah ekanligini düşünmezsin. Allah subhanahu ve ta'ala'nın bütkül kudretinin, ulug' kudretini ko'rsatgan boshqa taraflarına ham tushunishga tirishmasdan, faqat Allohni bor deb qo'yishning o'zi hargiz kifoya qilmaydi. Chunki Rabbimiz Allah subhanahu ve ta'ala mushriklar haqida so'z qilib Qur'oni Karimda, mushriklar, Allohga shirik keltiradigan shu butparast mushriklar haqida, shular haqida so'zlab deydi-ki, sura Ankabut 61-oyatda shunday deydi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi? Osmonlarni va zaminni kim yaratdi? Quyoshni va oyni kim bo'ysundirib berdi deb so'rasang, ulardan shunday so'rasang, ular albatta Alloh yaratdi deb javob beradi deydi. Mushriklar buna javob beradi. Hargiz bizning butimiz yaratdi demaydi. Mushriklar shunday javob berdi deydi. O'ylab boqaylik. Demak, iymonning taqazzo, iymon bizdan taqazzo qiladigan narsaning jumlasidan birisi nima desa, mu'min cho'qim Robbi Alloh subhanahu va taolaning ismlarini, go'zal ismlarini bilishi kerak. Bilishi kerak. O'ylab boqaylikki, biz agarda biz insonlarning ichidagi muomalada ham birsini yaxshi ko'rmoq bo'lsa, qo'shnimiz bo'lsa, masalan birsini tunuyman deyish uchun, men palonini tunuyman deyish uchun cho'qim uni tafsili tunugan bo'lishimiz kerak. Bir qatim mana u yerda ko'rib qolganligimiz uchun hargiz palonini tunuyman deyamaymiz. Cho'qim shu haqida, shu kishi haqida tafsilotni bilishimiz kerak. Uning ilmi qanchalik, nadin kelib chiqqan, axloq qanchalik, xizmati nima, u qaysi sohalarda muvaffaqiyat qozongan, insonlarning o'ttirsidagi uning qilayotgan ishlari nima, bu şekilde bir kadar tafsili tunugan vaqtimizda, anda men palonni tunudim de, men tunuyman deyaleymiz. Men bilaman palonni deyaleymiz. Ama bir ko'rib qo'ygan odamni men tunuyman deyalamdi. Hech bir uning ishlari haqida hech qanday ma'lumotimiz yo'q bir kishini men tunuyman deyalamdi. Hargiz unda deyamaymiz. Shuning uchun ma'rifat, birisini tunish haqiqiy to'g'ri shaklda qaysi vaqtda bo'ldi degan vaqtimizda, ana shu tunuyman degan shaxs yoki tunuyman degan narsamizning tafsilotini bilgan vaqtimizda
Andın haqiqiy tunuyman degan. Shuningga o'xshashlam Alloh subhanahu va taoloni tunuyman, Allohni bilaman deyish faqat Allohning yaratquchi ekanligini bilib qo'yish bilan kifoyalanish bilan bo'lmaydi herkes. Chuqum uning boshqa go'zal ism sifatlarini tunish, bilish bu iymonning taqozosi. Iymon buni lozim qiladigan bizning iymonimiz buni lozim qiladigan narsaning jumlasidan bu qadrli qardoshlar. Ana shu vaqtdan biz Allohni tunuyman deya olamiz. Bu şekilde içkirlep kirgan vaqtimizda. كسبت ذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى